Hello. Mana bir nima qilishimiz kerak ekan? Kart olamiz. And stamp ham olamiz. Mana bunaqa o'yinlar o'ynayotganmiz hozir. Mana bunaqa stikerlar berishdi. Bingodan o'ynaymiz. Anta nomerlarni aytishadi. Biz shtamp qo'yamiz. 5 taga yutarkanmiz. Hozir ovqatlar bor. Mana odam boshqa studentlar. Bu ovqatlar. Bunaqa tekin narsalarni olsangiz bo'ladi. Stressga qarshi bir nimalar berib qo'yishadi. Bu nima ekan bu? Shaqalar xolasanglar. Men endi mana buni oldim. Xolasanglar stikerlar olasizlar. Gaplashib o'tirasizlar ovqat bilan. Allergies and different dietary restrictions. There can be as many players as possible in a round. The bingo call is my lucky star. Exactly. Thank you, Mom. So we got a winner. So tortlar berishdi. Also, Unaqa o'yin o'ynab just so you o'tiramiz. know, we didn't have like a so connected to campus, so we're able to kind of help you all either just with support or figuring out things. Hammaga salom. Bugun kunim juda ham issiq. Hozir Red Hawk Fan mitingga tushimdan oldin tiramisu olmoqchiman supervizorimga. Tiramisu olib, keyin o'qishga borib ularga berib, majlisga hozir mana tiramisu olish keldim. Ko'rsataman sizlarga. Eng zo'r tiramisu mana shu yerda o'tiradi. Yeb ko'ringlar dardimi? Обязательно kelganinglarda nasib qilsa, mana shu tiramisuni yeb ko'rish. Restoranda so'qimni kutyapman. Mana shu pul to'laysizlar. Telefon tap и всё. Bugun sizlarga где-то necha pul turadi? $100,000 turgan xonamizni ko'rsataman. Nimasi 100,000 desanglar, ichidagi kompyuteri Bloombergga ulangan bo'lib, Bloomberg menimcha yiliga bitta kompyuterga 30,000 to'lashsa kerak deb o'ylayman menimcha. Shunaqa qimmat, chunki nastoящий как бы analist o'shanda ishlaydi. Sizlarga aytganimdek, portfoliyomizda $1,700,000 nastoящий pullar. Shuning uchun har bitta o'qishga shunaqa shans beriladi. Tipa studentlari investitsiya qilishni o'rgansin deb mana shunaqa pullar tikiladi. Вот, juz avvalda bugun rosa sig'agan ko'cha. Mana bu bizamizdan. Hozir bizda soat 4da soat 4da miting bor. Guljoyda pashlar ham ko'p-da. Birinchi grafik dizayn bo'yicha supervizorimga desert tashab. Mana shu kompyuterlar. Here, this gets pulled from Schwab. Mana shu kompyuterlar hammasiga Bloomberg naqa qilingan, ulangan. Hozir Bloomberg o'zini kurslari bor. Our global economy is a complex tapestry of millions of lines, some of the main processes that underpin the world we live in. Households and companies. Households come in all shapes and sizes. Hammaga salom. Darsga ketaman. Bizning darsi 6dan 9gacha. Bizning darsimiz soat 6dan 9gacha. Bitta para. Ikkita o'zi oyiga, to есть kvartaliga ikkita dars olamiz asosan. O'sha ikkitasi ham ortib yetadi. Kam deb o'ylamanglar. Chunki ularni qiladigan ishi, to'da narsalari ko'p. Kuchlarni qaranglar, divanga o'xshagan. Kecha havolarimiz zo'r edi. Bugun yana kuz edi. Salqin tushdi. Seattle havosini hech qachon oldindan bilib bo'lmaydi, chunki bir kun yomg'ir, bir kun issiq, bir kun quyosh.
Gullarimiz ham so'lib qoldi. Yetdi. Absolutno hammani kuchi bor. Mana kuch bilan betlarni sog'inaman уже bir haftada, то есть bir oyda bitiraman. So sad. Like for real. Sorry narod. Darsni video qolish esimdan chiqib qoldi. Naqalarni ko'rsam, bizda mana nima? Oh, sorry, June Augustda. Hammaga salom. Bugun o'rtog'im mana shunaqa nagrada oldi. Ana o'zi tabriklaymiz. Shomiya. Ana shunaqa oldi. O'shanga tabriklash uchun keldik. To'g'risi esimdan chiqib qoldi. Xo'p, mana endi ovqatda berishyapti. Yaxshi snacklar berishadi. O menga manba drink yoqadi, rosa ham zo'r. Уже podarkalarni tarqatib bo'lishibdi. Aytganimdek men kechroq kelib qoldim, afsuski. No ko'rib olinglar, mana shunaqa tipa sentlarga nagradalar. Mana ovqatlardan har doim bir xil snack, bir xil ovqatlar berishadi. Somsa, spring roll, burger. Mana olganlarim. Hammaga salom. Bugun biza Look at your outfit. Look at my outfit. No, yours is good. Like, So this is Lucy. This is from my YouTube channel. oh, you have a YouTube channel? Yes, I That's do. her. Hi guys. Bu Lucy, boshqa portfolio manager, mana portfolio manager. Sen speaking my own language, sorry. Hozir biz eventga ketyapmiz. Alumni eventga. Hosilik ko'rsataman. Alumni event degani bitirib ketganlar imенно mana shu fonddan kelishadi. Ular hammasi zo'r ishlar topishgan. Microsoft, BlackRock, yana boshqa Google'larda ishlashadi. O'shaning uchun shunaqa ishlashadi. Ular bilan bizani tanishtirishadi. Biz endi bitiruvchilarmiz. O'shalarga особенный shunaqa bayram bor. Hozir ovqatlanib bir-birimiz bilan. Mana bizni har xil bitiruvchilar kelishgan. Bulardan savollar so'rab, mana shunaqa gaplashib o'tirishadi. Biz mana alumnilar bilan ko'rishyapmiz. Bu fanda ichidagi odamlar, ayollar, fanda digilar, hozir ko'rsaman. Mana sekin-sekin kelishyapti, chunki 6danmi deyilgan, hozir soat 5:30 bo'ldi. Spend with the current Red Hawk Fund members. We really appreciate you guys coming out here, always keeping that strong Red Hawk Fund alumni network going. We've been starting to do alumni-led lecture series, so we have people like yourselves. Although she did excitedly. Look at that. Bu odamni tug'ilgan kuniga o'shanga tortam olib kelishibdi. Happy birthday to you. Thanks for coming to my birthday party. That's it. That's all I got. Hop, o'rtog'im qaraqadir bayram ko'p qolibdi. O'shaqa kireludida. O'shaning uchun kirib ketyapmiz. Yes, I am. Bu Zahro degan o'rtog'im, Ahmadi. So cold. Allah. Say hi to my followers. Bye. Mana bayram. Bizda hozir fashion show bo'layotgan ekan. Hayronmozman. Mana modellik qilyapti. Kimlarni ko'rsatdi? They're actually going to walk around like that. Yeah. Mana shunaqa jolibach o'rtalaringlar bo'lsa. What are you saying? I'm saying like you guys are complaining a lot. Wait, you guys don't click the same line? Oh, no. Yeah. Jesus Christ. Mana biz ketyapmiz avtobusda. Mana Amerika uylari.
kemani o'rniga hali kemaga ham boramiz. Bugun University Village'ga keldik. Kiyimni ko'rishga, chunki bitiryapman. Bir ikkita yaxshiroq kiyim topsam olishim kerak. Bu prям boylarniki. Ko'rsanglar o'zi bo'ladi anaqani. Faqat anaqa boylar restorani juda hamma narsa betlari qimmat. Sizlarga ko'rsataman. That, you know the girl? Mana biz ketyapmiz. Wait, you put your head aside. It's me. Eng populyarni Amerikadagi anaqaga kelyapmiz, fast foodga. Juda populyarni. Sizlarga ham brendlarni tanishtirib o'tiraman. Mana narxlarni ko'rasizlar. Bitta sandwich sotar ekan. Hozir men 3-chi anaqa ichimlik bilan men bu avokado sandvichini yeb ko'ramiz. MacBook Neo. Mana bundoq ko'rsanglar. Hamma joyda bor narsalar bo'ladi. Ortiqcha narsa, yangicha narsasi yo'q. Просто location chiroyli. Mana. Mana bunaqa ishchilar ham ishlayveradi, ko'rdinglarmi? Bu yerda unaqa sanga ishlash mumkin emas, yoki yo'q. Yaxshi hardan xursandman. O'cha xo'lar. Mana buni ichib ko'rdim. Mazasi yaxshi, lekin imенно shaqqa kelib ichishli emas. Любой joydan olsanglar bo'ladi. Sandwich ham joyni stoyat ekan. $30 ga bitta sandwich bilan bitta bunaqa olish. Mana bitta manimcha sport. Bloomies. Mana mana Shape Shack. Mana Bloomies. Bu yerda kiyimlar ekan. Mana to'g'risini aytaman. Mana Sandra chiroyli ekan. Qani ichini ko'ramiz. So'nchiqlar. Bularda Bloomies anaqaga o'xshaganda, Macy'larga o'xshagan. Ichida hamma brend bor. Anaqalar. Kiyim magazini. Narxlar ham ancha qimmat bo'lishi kerak. Bu bizani look. Hozir. Bizani look ham necha? Bular $500 dan ekan, lekin stilli. Menga mana rosa yoqdi. Шикарно, прям шикарно. Ko'ylaklarni qaranglar, juda krasota. Ham $445 ekan, lekin piercing qidirmoqchi edim. Men bu uchinchisi. Ichidan bir chiroyli chiqadi deb o'yladim, no zanят ekan. Shuning uchun ketamiz. Let's go. It's Tesla. I'm leading you to help. Kim tanlashyapti? Men o'zimnikini tanlab oldim. Kelasi baba olmaydi, lekin mana shu yerga yuraverishadi.